Anchadan beri shunaqa sendvich yegim kelyotdi. Bugun retseptini sizlar bilan ham bo'lishaman. Eng muhimi, nonini ham, sousini ham o'zimiz tayyorlaymiz. Sendvich juda ham sochli chiqadi. Ayniqsa A va oranjelo bilan zo'r ketadi. Tost uchun xamirni qorib, bir kecha muzlatgichda qoldirdim. Xamir retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Xamirni yoyib, shakl beramiz va oshirishga yuboramiz. Oshib chiqqan xamir ustiga tuxum suramiz, kunjut sepib pishirishga yuboramiz. Qizib turgan tovada tovuq filesini qizartirib olamiz. Ozgina suv qo'yib, 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Shunda tovuq filesi qurib qolmasdan shunaqa suvli bo'lib turadi. Sous uchun bir dona tuxum, limon suvi, gorchitsa va yog'dan mayonez tayyorlaymiz. Mayonezga tuz, murch, 2 qoshiq marinad va tabdekori achchiq sous solib aralashtiramiz. Men sriracha sousini qo'shdim. Pishib chiqqan nonimizni kesib, quruq tovada qizartirib olamiz. Yaxshi ko'rgan pishlog'imizni ikkita non orasiga qo'yib, eritib olamiz va sendvichga yig'sak bo'ladi. Birinchi bo'lib pishgan tovuq filesi, sous, pomidor, ozgina tuz, rukola va yana sous. Bu juda sodda, lekin mazali kombinatsiya. Agar nonni yoki sousni tayyorlashga erinsangiz, tayyorini sotmasangiz ham bo'ladi. Lekin o'zingiz tayyorlaganingiz baribir boshqacha. Bu sendvichni aynan A va oranjelo bilan tatib ko'ring. To'liq retsepti bo'lsa video opisaniyasida bo'ladi.